Aholi va qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish bugungi kundagi muhim vazifalar sirasiga kiradi. Joylarda o'tkazilgan seminarlarda ro'yxatga olishning mazmun mohiyati, qishloq xo'jaligini qamrab olishdagi yangiliklar tushuntirib borilmoqda. Hozir shu haqda Kasb tumani hokimligida aholi va qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish tadbirining mohiyati va ahamiyati yuzasidan o'quv seminari tashkil etildi. Seminarda O'zbekiston Fermerlar kengashi raisi Aktam Hayitov, mahalliy hokimlik vakillari, fermerlar va qishloq xo'jaligi sohasi mutaxassislari ishtirok etdi. Tadbirda ro'yxatga olish jarayonlarining bosqichlari hamda to'planadigan ma'lumotlarning ahamiyati haqida atroflicha ma'lumot berildi. Deputatlar ishtirokida joylarda mana shu tadbirlar o'tkazilyapti. Bular har bir joyda fermer bilan muloqot qilib, ularda masalan hozirgi kun intensiv texnologiyalar, tomchilatib sug'orish imtiyozlar berilyapti. Demak, mana tomchilatib sug'orish qiladigan bo'lsa 5 yilgacha yer soliqdan ozod bo'ladi. Yoki bo'lmasa mana ijtimoiy soliqlarda, o'sha daromad soliqlaridan yengillik berish bo'yicha mana shu 374-sonli paxta g'allachilikni rivojlantirish to'g'risidagi prezident qarorida aytib o'tildi. Albatta bu bo'yicha mana loyihalar ishlab chiqarib, tatbiq qilinadi. Ta'kidlanishicha, mamlakatimizda aholini ro'yxatga olish so'nggi marta 1989-yilda amalga oshirilgan bo'lib, demografik va iqtisodiy ko'rsatkichlarda yuz bergan katta o'zgarishlarni hisobga olgan holda 2026-yil 15-yanvardan 28-fevralgacha aholi va qishloq xo'jaligini uyg'un tarzda ro'yxatga olish rejalashtirilgan. Muhtaram Prezidentimizda 2025-yil 26-dekabrda parlamentga va xalqqa murojaatnomalarida juda ko'p sohalar haqida gap bo'ldi. Ular masalan ilm-fan, sport, tadbirkorlik, mahalla va shu bilan birgalikda albatta qishloq xo'jaligi sohasi bo'yicha ham juda katta ishlar rejalashtirilganligini aytib o'tildi. Bugungi anjumanda fermerlar bilan yuzma-yuz uchrashib, ular bilan murojaatnomada belgilab berilgan o'sha yo'nalishlar kesimida maslahatlar berilib, ularga ko'rsatmalar berilib kelinyapti. Shu bilan birgalikda bugungi tadbirda sohadagi o'zgarishlar, yangiliklar, imtiyozlar va har bitta fermerga yaratiladigan ulkan imkoniyatlar haqida joyiga borib, yuzma-yuz ko'rib o'rganish ishlari amalga oshirilyapti. Ro'yxatga olishning maqsadi, tashkil etish tartibi, amalga oshirish bosqichlari va unda kimlar ishtirok etishi haqida batafsil ma'lumotlar berildi. Shuningdek, tadbir davomida ro'yxatga olish natijalari mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish dasturlarini samarali rejalashtirish, aholi ehtiyojlarini to'g'ri baholash va manzilli chora-tadbirlarni belgilashda muhim ahamiyat kasb etishi ta'kidlandi.